Alo, yangi davrdamiz bolalar bilan o'tirib. Assalomu alaykum. Akalar xush kelibsizlar. Charchamayapsizlarmi? Uka, keling. Bugun bir sinfdoshlar to'plansizlar-da. Rahmat. Sizlarni o'ta yaxshi ko'raman deb boshqacha kelamsizlar-da. 1 minut qo'ymaytin. Yo'q, qo'ymaytin shu ovqatni oling. Bo'ldi, 1 minut, xolos. Doniyor, bir 300 mingcha shot bo'ladi-da, mana to'lagani puling bor-a, shuni? Oshna. Kecha kreditlarimni to'ladim deb pulim qolmadi-da. Bir safar to'labdim. Bir safar? 100-safarda oshna senga. Abdulaziz, hozir Doniyorjonga aytib turdim. O'rtaga harpanaga pulingiz bormi? 300 ming so'mlik bo'ladi-da. Ayamga aytdilar beraverdim doshna. Padeshga qilib tur endi. Hozir qilaveramanmi senlarni padeshga? Hozir 2 oyning to'chini puling yo'q-a? Yo'q, oshna bo'lsa. Bitta ushlab pulim yo'q deb berashni to'lab beraman bu. Nima qilishing? To'lab beraman. Yo'q demayapman-ku. Kreditdan oshgan bor. 40-50 mingcha. Yetami mana ket. Ha, kam bo'lma, oshna kam bo'lma. Abdulazizjon, Ona mehribon zot ekan oshna. Hamma pulimni bersam bolam, olib qo'y o'zingga ozgina kerak bo'ladi deb qaytarib ozgina bor. ha, hozir maytda bor-a. Uka, ovqatlarni qo'yavering. Qo'yavering? Ha, bo'ldi. Akalar, nima deb o'ylaysizlar bilmadimi? Shunaqa qilmasak mollar to'lamayapti. Eng zo'r yo'l shu bo'lib qoldi. Sopol tovoq. Jo'ralarim mujik, jo'ralarim kurtoy